Soat binosini ketyapmiz. Makka ko'chalari. Biz bilgandik, biz kutgandik. Qani borgurchi. Eshitamiz. Xo'p, Payg'ambar alayhissalom Makkadagi paytlarida unda hali musulmonlar unchalik ko'p bo'lmagan. 80 ga yaqin odam hijrat qilgan bilamiz nimaga Habashga. O'sha musulmonlar. Bitta musulmon namoz vaqt bo'lgan. Namozni o'qigan Payg'ambar alayhissalom jamoatga qarab turib namoz o'qib bo'lingandan keyin kimman bilan billa jinlar uchrashuvi bor. Jinlar uchrashuviga kimman bilan billa boradi deganlar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Imom Buxoriy sahih hadislarda rivoyat qilgan hadislarni keltirilgan shular. Xuddi shu lafzlar bilan tarjima. O'tirganlardan hech kim jur'at qilmadi. Payg'ambar alayhissalom bir ikki marta da'vat qildilar. Kim boradi men bilan billa? Hech kim jur'at qilmadi. Men o'rnimdan turib ya Rasululloh, men billa boraman siz bilan dedi. Qolganlar uylariga ketaversin bo'lmasam. Ikkovimiz keldik. Bu paytda bu ko'chalar o'sha Makkani o'sha holatdagi ko'chalar bo'lgan, bu joylar tog'lar bo'lgan, mana uylar keyin yo'llar keyin ochilgan, kesilgan tog'lar olib tashalgan. Oraliq yo'llar bo'lgan, toshlar, so'qmoq yo'llar bo'lgan. Hali sel tushib ketaverar ekan-ku, naviga qarab ketaverar ekan. O'shanaqa yo'llar bo'lgan. Odamlar nihoyatda kam, aholi asosan shu haramda atrofida yashagan. Masjidga keldik, shu atroflarga kelganlar, bitta joyga bordi. Payg'ambar alayhissalom atrofimga aylantirib yumaloq qilib chizdilarda, mana shu yumaloq chizib bo'lgan chizuvdan chiqmay turgan. O'tmaydi. Xo'p, o'sha ichida turdi. Payg'ambar alayhissalom yetib borib qorong'ulik ichida sekin Payg'ambar alayhissalomni sharpalari ko'rinmay ketdi. Atroflarida katta kallalari xunday gavdali odamlar bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomga baqir-chaqir bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhissalom kirib turib, o'sha yerda bittalari ikkita jin bir-biri bilan husumatlashib turib, tasma urib o'ltirib qo'ygan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom kirganlarda o'sha baqir-chaqir bo'larkan, shovqin bo'larkan. Men bir muddat yo'qolib ketdim, qo'rqdim men. Nimaga kirib ketdilar? Nima baqir-chaqir bo'ldi ekan? Bor mahallaga borib, qaytib odamlarga aytib kelsammikin degan xayol ham keldi-yu, mana shu chiziqdan chiqmay turgan deganlari esimga tushib turib, yana qoldim. Nima? Abdulloh ibn Mas'ud. Oradan bir muddat o'tgandan keyin Payg'ambar alayhissalom chiqdilar, jinlar bilan uchrashdi. Nima bo'ldi ya Rasululloh? Bittasi shunaqa urib o'ldirib qo'ygan ekan. Endi uni nima qilish kerak? Oralarini isloh qilish kerak. O'ldirgan kim, o'lgan kim? Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, ularning orasi haq bilan isloh qilindi. Ya'ni shariatga muvofiq masalasini hal qilib berdim. Kim urgan bo'lsa, o'shani diyasini tovonini to'laydi. O'sha shar'iy hukm bilan hukm qilib Payg'ambar alayhissalom ularni isloh keltirib qo'ydi. Keyin ularni islomga da'vat qildilar. Undan oldin o'sha Payg'ambar alayhissalom Toifga da'vat qilish uchun borganlarida nimadan oldin, hijratdan oldin. Sog' bo'ling. Alhamdulillah. Har mavsumda, haj mavsumida Payg'ambar alayhissalom qabilalarga o'zlarini taklif qiladilar. Kim himoyasiga oladi. Qaysi qabila islomni qabul qilib islomni va Alloh taoloning payg'ambarini kim himoyasiga oladi deb qabilalarga o'zlarini taklif qiladilar. Hech kim qabul qilmas edi. Keyin Payg'ambar alayhissalom orada o'sha Toifga ham borib turib, Toif ahlini da'vat qilib kelaman deb borganlarida, Toif ahlida uchta katta o'zlarini ayonlaridan, ulug'laridan uchta aka-ukalar har birlariga alohida uchrashib da'vatlarni qabul qilmagan. Balki Payg'ambar alayhissalom ziddiga ular inkor qilishib, Payg'ambar alayhissalomni haydab chiqarishdi Toifdan. Kamiga yana toshvoron qilib, urib, yuzlarini qonatib haydab solishgan.
O'shanda qaytib kelayotganlarida Makka bilan Toifning orasidagi bir uzumzor bog'da kirib o'sha yerda o'tirib Alloh taologa o'zlarining zaifliklarini shikoyat qilib o'sha yerda duo qilib o'tirganlarida Jabroil alayhissalom kelib ana tog'da nimalar farishtalar Alloh taolo amr qildi. Ruxsat bersangiz, men aytaman, shu buyuraman, tog'da farishtalar. Tog'larni olib qanoti bilan oladi tog'ni, Toifning ustiga borib, tog'ni bostirib qo'yadi. Mana shunchalik dushmanlik qilyapsizlar, ozor berganlar uchun. Nima deysiz? Ular hozir tushunmayapti. Shariatni, dinni nimaligini bilishmayapti. Mumkin bularning zurriyotlaridan Alloh taolaning yagona diniman, Alloh taolaning amriga bo'ysunadigan bunaqa odamlar chiqib qolishi mumkin. Ehtimol, shuni umid qilaman. O'shaning uchun bu xalqni o'ldirmaylik. Men bunga izn bermayman deganlar shu bilan Toif ahlidan keyin ana zabardast sahobiylardan avliyolar olim islom dinini dunyoga yoyishlikda tashabbus ko'rsatgan hobiylardan qancha odamlar chiqqan. Toif qaysi shaharga to'g'ri keladi hozir? Toifda hozir Toif o'sha shahar. Toif o'sha hozir ham Toif. Mana turibdi, Toif deb. Taksilar turibdi, Toif. 100 kilometr Makkadan oralig'i. Taksilar olib keladi, borib ziyorat qildirib olib keladi o'sha. Olib keladi. Toifda o'zida miqot bor. O'sha yerdan ihrom kiyib nima umraga niyat qilib kelsa bo'ladi. Toifga borganlar, Toifga chiqqanlar taksi bilan albatta ihrom bilan qaytib ketishadi. Chunki nimadan chiqib ketishadi? Haramdan chiqib ketishadi. Mana o'sha keyin bog'ning ichida, uzumzor bog'ning ichida o'tirganlarida o'sha jinlar osmon eshiklari Qur'on nozil bo'lgandan keyin jinlar nimaga 7-osmongacha chiqib ketishavergan birbirlari bo'yniga o'tirib. Osmon eshiklari yopilgandan keyin ular bir narsa sodir bo'ldi bu dunyoda. Jinlar kattalar, ulug'lar, katta ish sodir bo'lgan. Borib qo'lasdoylarga dunyoga tarqab hamma nimalar bilib kelinglar, xabarlarni bilib kelinglar. Katta ish sodir bo'lganga o'xshaydi. O'sha buyruq berishgan jinlar dunyoni kezib yurishgan bu to'zg'ib. O'shanda bog'ning ichiga kirib qolishadi o'sha jinlardan bir guruh. Payg'ambar alayhisalom Qur'on tilovat qildi. O'tirib eshitaylikchi deb o'tirib keyin Qur'onni eshitib turib o'sha yerda Qur'onga keyin bular hammalari sehrlanib qolishadi. O'sha yerda ko'pchilik iymonga keldi. Ana o'sha Jin surasi bor Qur'onda. Quluhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul ayting ey Muhammad, uhiya ilayya menga vahiy qilindiki annahu istama'a nafarun minal jin. Jinlardan bir nafari Qur'onni eshitdi. Faqalu inna sami'na aytishdiki bir ajib bir Qur'onni eshitdik. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ajib bir Qur'onni eshitdik. Yahdi ila rushdi. Hidoyatga boshlaydi. Fa amanna bih. Biz har holda iymon keltirdik. Va lan nushrika bi robbina ahada. Endi biz hargiz Robbimizga biron narsani sherik keltirmaymiz. Deb o'sha yerda ular musulmon bo'lishdi. Jinlardan bir nafar. Ana o'shalar borib qabilalarini da'vat qilishda borib aytishni nima? Bildik endi. Osmon eshiklari Qur'on nozil bo'lgani uchun bekilgan ekan jinlarga. Ana biz sababini topdik deb borib turib mana shunaqa Qur'on nozil bo'lgan payg'ambar kelibdi. Deyishgandan keyin bir uchrashaylik bo'lmasam, deyishganda hali kelishadi payg'ambar alayhisalomga. Jamoamiz bilan kelib turamiz. Kelasiz, uchrashamiz. Dinni o'rgatasiz, bizga tushuntirasiz. Qana din bu, nima bu? Ana o'shani bitta joyda kelishib nima qilsak, endi o'sha yerda uchrashamiz. Kelishgan. O'sha uchrashgan joylarining o'rniga masjid qurilgan. O'sha masjid Jin masjidini nomlanishligi Masjidul Jin deb nomlanishligi sababi shu. O'sha joy mana masjidda bo'lgan. Jinlar bilan uchrashgan joy Payg'ambar alayhisalom o'rniga mana ramziy masjid qurib qo'yilgan. Bo'ladi, joyga ochiladi. Namoziga kirishadi. Ozon chaqiriladi, kiradi. Tepada ayollar nima qilib qo'ydi? Shuna qo'ya. Ayollar o'sha tepaga ayollar chiqadi. Mana chap tomonda mana ichi mana ko'ryapsizmi?
Lampochkalar yonib Taqqilat metrib. Ana hozir men aytib bergan rivoyat o'shanga yozib qo'ygan, arabchasini, inglizchasini yozib qo'ygan. Hozirgi payg'ambar alayhisalom o'sha jinlar bilan uchrashganligi to'g'risida. Qara, masjidda jin deb yozgan. Ha. Dari itu kono anak apa kamu belum lakukan lah sobat saya Ketib qolmaydi? Olmaydimi odamga? Odamga Bu yoqda jimpin yo'qmi kechqar? Kirib o'qiydi. namoz o'qiydigan jinni yomon niyati bo'lmaydi.